Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvimizning mehmoni Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Yunusobod Oqtepa jome masjidi imom xatibi Nurulloh domla Obidov bo'ladilar. Assalomu alaykum domla. Domla, o'zgalarga ozor berish, mo'min musulmonlarga ozor yetkazish dinimizda katta gunoh hisoblanadi. Dastavval ushbu o'zgalarga ozor berishning yomonligi haqida kelgan oyatlarni tafsir qilib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin va sallallohu ta'ala ala sayyidil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in va ba'd. Alloh jalla jalaluhu tabaraka va taologa hamdu sanolar, sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, sharafli oilalariga, shonli ashablariga salovat va durudlar bo'lsin. Aytganingizdek, dinimizda eng og'ir gunohlardan biri hisoblanadi. Zero Imom Rabboniy shirkdan keyingi eng og'ir gunoh deydilar maktubotda, bu dilozorlikni. Payg'ambar alayhissalom bu Ibn Mojada fitan bobida keladigan hadis sharifda bir kuni Ka'bani tavof qilib turib, Ka'baga qarab marhamat qildilar. Ey Ka'ba, qanday go'zalsan va qanaqangi bir muattar, xushbo'ysan. Seni e'tiboring ham, sha'ning ham juda ulug'. Lekin jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir mu'minni ko'ngli, dili sendan ham ulug'roq, sendan ham sha'ni buyukroq dedilar. Shuning uchun aytiladiki, bir mu'minni, bir insonni dilini ozorlash, dilozorlik Ka'bani vayron qilishdan og'irroq. Bitta ko'ngilni ko'tarishlik esa Ka'bani obod qilish, barpo qilishdan ulug'roq hisoblanadi. Alloh taolo Qur'onda bu borada Bismillahirrohmanirrohim vaylul likulli humazatil lumaza deydi. Vayl bo'lsin ularga. Ana shunday orqalaridan ularni g'iybat qilganlarga va oldilarida bo'lsa ham har xil so'zlar bilan yo qosh-ko'z ishoralari bilan masxara qilganlarga vayl bo'lsin. Alloh taolo aytayapti, vaylni Payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Jahannamda hatto tog'larni eritib yutib yuboradigan bir vodiyni ismi vayl. Jangchilar tilida esa o'sha vayl qilaman seni deb o'chashgan odamga aytar ekan qadimda jangchilar. Oyog'idan ushlab mana urishib yutib qo'ydi. Yuzi yerda yotibdi. Yutgan jangchi uni oyog'idan sudrab olib ketyapti. Burni yerga ishqalanib ketyapti haligi. Ana shu holat jangchilar tilida vayl. Hadis sharifda yana ta'rifda esa jahannamda bir vodiyni ismi vayl. Demak, birovni g'iybat qilishlik va uni ana shunday ko'nglini ozorlashlik eng og'ir gunohlardan biri hisoblanadi. Mavlono Rumiy aytadilarki, Ka'ba bunyodi halila ozar ast, dil nazargohi jalili akbar ast. Ka'ba bu Ozar o'g'li Ibrohim alayhissalom bunyod qilgan bir bino. Lekin dil jalili akbar bo'lgan olamlarni parvardigori Alloh jalla va aloni nazargohidir. Shuning uchun ham Ka'bani barpo qilishdan ham ko'ngil ko'tarishlik afzal. Ka'bani vayron qilishlikdan bir insonni dilini ozorlash yana ham og'irroq bir gunoh hisoblanadi. Va Alloh taolo nazargohi deyiladi. Parvardigori olamni insonni ko'ngli, qalbi nazargohi. 24 soat davomida Parvardigori olam o'zi loyiq ko'rgan, o'zi uchun bir nazargoh insonni qalbi. Hammamizni doim Parvardigor qalbimizni nazorat qilib turadi. Va ana shu qalbimizni ko'targanlar Allohning huzurida darajasi ko'tariladi. Uni ozorlaganlar dilozorlik gunohlarni eng og'iri hisoblanadi. Va boshqa bir oyat karimada Parvardigor Bismillahirrohmanirrohim والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا sadaqallohul azim. Mu'min va mu'minalarga qilmagan gunohlarini nisbat qiluvchilar
ozor bergan insonlar, kimsalar bo'xton va aniq ochiq bir gunohni o'zlariga olibdilar. Insonni oldidami, orqasidanmi uni gapirish, sha'ni bilan o'ynashlik, e'tibori bilan o'ynashlik gunohlarni eng og'iri hisoblanadi. Yana boshqa surada Ali Imronda Bismillahirrohmanirrohim الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bu o'sha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan ammalarini, nabiralari o'rtasida bu Oysha onamiz radhiyallohu anhoga ifk voqeasida o'sha tuhmatlarga aralashib qolgan sahobaga doim berib yuradigan yordamlarini Abu Bakr Siddiq jahl qilib bermaslikni o'zlaricha ahd qildilar. Shunda nozil bo'lgan ham deyiladi. U insonlarki, u taqvodor insonlarki, bemalolchilik, kengchilikda ham, holatlar tor bo'lgan qiyinchilik ahvolda ham insonlarga ana shunday yordam, infoqlarni doimiy, davomiy berib yuradigan insonlardir. Farovonlik va tanlik kunlarida ham ehson qiladigan insonlar va g'azablarini ichlariga yutadigan insonlar, insonlarni xato va kamchiliklarini afv qiluvchi insonlardir u taqvodorlar. Alloh taolo ana shunday ezgu ishlarni qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Tashakkur domla. Endi insonlarga zarar berish holatlari ham hayotimizda uchrab turadi. Umuman shu insonlarga zarar berishdan tiyilishning savoblari qanday, bu haqida ham so'zlab bersangiz. Albatta, asosan Alloh taolo bandam bilan o'rtamdagi har qanaqa gunohni tavba haqiqiy bo'lsa afv qilaman deydi. Inson har qancha mana Ramazon yana bir yangitdan boshlab olishligimiz uchun bir fursat edi. Va har qanaqa inson gunohga botib ketgan bo'lishligidan qat'iy nazar tavba haqiqiy bo'lsa Alloh taolo afv qilaman deydi. Tavba bo'lishligi uchun 3 ta shart bor. O'sha birinchisi qaysi gunohni o'sha tavbasini qilayotgan bo'lsa o'sha gunohni tark qilish, ikkinchisi o'sha gunohni takrorlamaslik uchun qarorli bo'lish, uchinchisi dilda achinish, nadomat bo'lish. Mana shu 3 ta narsa bo'lsa, har qancha gunoh dengiz ko'piklarichalik bo'lsa ham gunohlar Allohning nazdida u Rahmon, Rahim sifatlarini egasi zot, mehribon Parvardigor. Bitta afusi bilan hammasi yuvilib ketadi. Lekin birovni haqqini Alloh taolo o'sha haqdor o'zi afu qilmaguncha afu qilmayman deydi. U mol mulkiga tajovuz bo'ladimi yoki boshqa biror bir narsasiga tajovuz bo'ladimi yoki uni ko'nglini og'ritiladimi, bularni hammasi ana shu insonni haqdorligiga sabab bo'ladi. Alloh taolo o'sha haqdor afu qilmaguncha men afu qilmayman deydi. Adolatli zot Parvardigor olam. Va mana shu buni ham Imom Rabboniy aytadilarki, o'sha birovga bekordan bekor hech qanday sababsiz qovog'ingizni solib qo'ysangiz ham uni haqqini ihlol qildingiz, uni haqqini yedingiz. Demak, bu qul haqqiga kiradi. Birovni ko'nglini ozorlash, hatto moddiy zarar berishlikdan ko'ra dilozorlik og'irroq hisoblanadi. Sulaymon alayhissalomni o'sha soqchilarini atrofida orasida bir arslon bor ekan. Arslon bir kuni Sulaymon alayhissalom yonlarida ketayotib qanaqadir bir jangda yaralanibdi. Yaralangandan keyin uni endi uzoq davolangan, uni ta'til berishibdi-da, javob berilibdi uni. Shunda yo'lda bir kuni ketayotsalar, o'sha arslon ro'paralaridan chiqib qolibdi-da, hol ahvol so'rab, qanday u yaralaring tuzalib ketdimi, o'sha nayza zarbada olgan yaralaring desa, arslon aytgan ekan. Bu endi zarbul masal, lekin juda ajoyib namuna, ibrat bor. U nayzani qilichni tig'i bilan olgan zarbam yaralar bitib ketdi, lekin so'z bilan ko'nglimga berilgan ozorni yarasi hech eskirmaydi. Sulaymon alayhissalomni juda u arslon yaxshi ko'rib, yonlarida boshlariga boshini olib kelib erkalab tursa, Sulaymon alayhissalom aytgan ekanlar, nafasingdan og'zing badbo'y ekan, nafasing badbo'y ekan, shunga sal uzoqroq tur deb sal itargan ekanlar. O'shani ta'na qilyapti. U qilich zarbasi-yu yarasi tuzalib ketdi, lekin til bilan
berilgan ozor hech eskirmaydi. Shuning uchun mana shu har qanaqa holatda mo'min inson bizga olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot axloqlarni eng go'zali, eng namunasi. Alloh taolo oyat karimada fabima rahmatin minallohi lintalahum. Siz Allohning rahmati bilan insonlarga xushfe'llik bilan, muloyimlik bilan muomala qildingiz. Ana shuning uchun atrofingizda insonlar ko'paydi. Agar siz dag'al, qo'rs, ana shunday qo'pol muomala egasi bo'lganingizda atrofingizda hech kim yig'ilmagan bo'lardi deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Tashakkur domla. Endi o'zgalarga ozor berishning turlari ko'p ekan. Endi mana kunlar ham isib qoldi. Gohida shunday bir yomon illatni kuzatamiz, holatda shu guvoh bo'lib qolamiz. Har xil chiqindilarni oqar suvlarga oqizib yuborish, yo'llarni chetiga qo'yib qo'yish, xullas boshqa joylarga, odamlar yuradigan gavjum joylarga qo'yib qo'yish holatlari kuzatiladi. Umuman shu dinimizda bunday holatlarga qanday ko'rsatmalar, qanday qaytariqlar bor, shular haqida ham so'zlab bersangiz. Avvalo, dinimiz poklik dini. Har qanday kirlardan tozalanish dini. Hamma joyni pok tutishni bizga payg'ambar alayhissalom o'rgatdilar va oyat karimada o'sha Qubo ahlini o'zlarini o'sha toza tutishliklarini alohida madh qiladi. Pok insonlarni pokliklarini Alloh taolo maqtaydi. Alloh jalla va alo o'zi pok zot va pokizalarni yaxshi ko'radi. Va shu o'rinda juda ko'p joyda afsuski bugun shunaqa ahvoldamizki, bizni dinimizga taalluqli bo'lgan narsalarni hayotimizga tatbiq qilinmayotgan bir ahvoldamiz. Shuning uchun ham butun mu'min musulmon jamiyatlari keyingi darajalardan o'rin olyapti. Juda past saviyasi, past darajalarda hisoblanyapti. Sababi shariati islom bizga o'rgatgan narsalarni, normlarni hayotimizga tatbiq qilmayapmiz. Oddiy mana shu hajga borgan, hoji bo'lib kelayotgan insonlarni ham o'sha aeroportda bir voqea bo'ldi Jiddada. Bir inson o'sha butun musulmon insonlar reys paytigacha kutib o'tirishdi. Samolyot bo'ldi, o'sha hatlov boshlandi deganda hamma o'rnidan turib o'sha ro'yxatdan o'tishga yurganda ular tark qilgan joy axlatxona edi. Butun o'sha ichilgan suvlarni, idishlari, yeyilgan narsalarni, qog'ozlari, yana har xil narsa. Bu aslo payg'ambar alayhissalomni ko'rsatmalariga to'g'ri kelmaydi. Mutlaqo shariat ahkomlariga zid. Chunki musulmonlar o'sha pokliklar bilan, hatto pokiza insonni ana shunday o'zini oro berib chiroyli olib yuradigan insonni Alloh yaxshi ko'radi, Jabroil yaxshi ko'radilar. O'sha Dihiyatul Kalbi borlar. Jabroil alayhissalom ba'zan o'sha zotni qiyofalarida vahiy olib kelganlar. Qarang, ana shunday ham Alloh o'zi pok zot, pokizalarni yaxshi ko'radi. Alloh o'zi jamil va chiroyli ishlarni yaxshi ko'radi. Va payg'ambar alayhissalom hadis sharifda marhamat qildilarki, serqatnov yo'llarga va soya salqin bir o'tirib dam olish, hordiq chiqarish mumkin bo'lgan joylarga va yaroqli o'sha suvlarga axlat tashlamanglar dedilar. Mana shu tashlayotganlar juda ham achinarli ahvol. Alhamdulillah, mana shu hozir muhtaram prezidentimiz saylanganlaridan keyin meni ko'nglimda eng chiroyli ishlardan bittasi mana shu poytaxtimizni o'rtasidan o'tgan anhorni tozalash bo'ldi. Mana shu bizni shaharga o'sha anhor kirib kelgan mahallada turamiz biz. Haqiqatda hech mu'minga, musulmonga yarashmaydigan o'sha uydagi oqova suvlarni o'sha suvga to'g'rilab qo'yganlar. Bular umuman la'natlanadi, chunki bu Allohning rizqi bu. Dunyodagi suvlarni 1% ga ham to'g'ri kelmaydi mana shu biz uchun Allohning atagan chuchuk suvi. Buni biz ehtiyot qilishligimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomning alohida ko'rsatmalari bu suvni, ichiladigan suvni ehtiyot qilishlik. Hatto daryoni oldida bo'lsa ham uni isrof qilmaslikni zoti va barakot buyurdilar. Lekin yuqorida aytganimdek, musulmonlar nima uchun keyingi darajali past saviyalarda ko'rinyaptilar? Chunki o'zlarini payg'ambarlarini tanimaydilar.
payg'ambarimizni ko'rsatmalarini hayotlariga tatbiq qilmaganlar. O'sha oqova suvini shu suv haligi kanalga oqizib qo'yganlarga musulmonmisan desangiz jahli chiqib ketadi. Qanaqa savol bu deb. Lekin qilayotgan ishi aslo shariat ahkomlariga, payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalariga to'g'ri kelmaydi. Va ana shu eng katta biz uchun eng buyuk dastur bo'lish kerak. Serqatnov yo'llarga odamlarni o'sha mashinalarini oynasidan har xil axlatlar, chiqindilarni tashlab ketishlari yoki ana shunday soya salqin joylarga eng yomoni ana shunday axlat tashlashdan ham og'irroq, ba'zan o'sha najosatni o'sha joyda qolishi. Mana shu narsalar nazarkardalik degan narsa shariatimizda bor narsa. Ayniqsa bizni mahallani boshida ko'chani o'sha betonkadan qayilganda chiqindi yig'iladigan joy bor. O'sha joyga hamma olib ketadi, hamma olib chiqib o'sha joyga tashlaydi. Ketayotsam yo'lda to'kilib qolibdi ba'zi bir axlatlar. Endi uning ichida o'sha farzandini tagi uchun ishlatgan narsalarni ham o'rab tashlagan. Mana shu nazarkarda uni qaysi bola tutgan, qaysi ona uni u ahvolda befahmlik bilan qoldirib ketgan ismi aniq bo'lishi shart emas. Bu nazarkarda degan narsa u baribir egasini topadi-da. O'sha farzandini o'sha ishlatgan narsasini u joyda yo'lga tushib qopti, fahmini, farosatini ishlatib o'sha narsani yo'ldan olib qo'yish kerak edi u. Chunki o'shanga qarab nechta insonni ta'bi xira bo'lgan bo'lsa, o'sha ta'bi xiralik o'sha narsani egasini topadi. O'sha farzandini e'tiborli, obro'li, farosatli va insonlar uchun yoqimli bir inson, zamonasini peshqadami bo'lishni orzu qilgan ota, ona ana shunday narsani yo'lga tashlash kerak emas. Namozgohlarimizni yo'llariga tuflamanglar degan hadis bor. Tuflamanglar hatto, chunki o'sha tuflagan insonni qanchadir bir muddat qilgan amallari habata bo'lish xavfi bor. Chunki o'shanga kimnidir ko'zi tushsa tabixira bo'ladi, ko'ngli buziladi. Mana shu narsalar albatta kim u ishni qilganligini bilish shart emas, o'z-o'zidan bu nazar degan narsa egasini topadi. Gap egasini topadi deydi-ku, aslida mana shunday nazar ham g'oyibona egasini topadi. Ana shu tuflagan odam ham kimlardir nazaridan qoldi. Keyinchalik bu ishlarini yurmasligiga, insonlarning orasida bir obro'siz, e'tiborsiz, nafratga duchor bo'lishligiga hatto sabab bo'ladi. Mana shu yo'lda oddiy tuflab o'tib ketdi xolos u. Yoki ana bu bolasini ana ishlatgan narsasini yo'lni chetida tushirib qoldirdimi? U ham o'sha bolasini kelajagini barbod qilishlikning birinchi qadami o'sha. Bolasini nazardan qolishligiga bitta sabab o'sha narsa. Mana shu narsalardan ogoh bo'lib biz payg'ambar alayhissalomni o'rganib, zoti va barakotni bizga o'rgatgan ko'rsatmalarini hayotimizga tatbiq qilsak, ana shu tatbiq qilingan davrlar musulmon olamini islom tarixida eng cho'qqiga chiqqan kunlari. Ana shu qo'ldan kelgancha shariat ahkomlarini eng keng ko'lamli holatda hayotiga tatbiq qilingan davrlar Umar ibn Abdulazizning davrlari. Qarang, Alloh taolo dunyoni 2/3 musulmonlarga bo'ysundirib qo'ygan edi o'sha paytda. Qachonki musulmonlar o'sha dinini, ahkomlarini unutdilar, amalga, hayotlariga tatbiq qilishdan uzoqlashdilar, Alloh taolo u e'tiborni, u martabani musulmon jamiyatlaridan olib qo'ydi. Shuning uchun ham bugun musulmonlar dunyo miqyosida eng ilg'orlari 3-darajali jamiyatlar saviyasida hisoblanamiz hozir. Sababi musulmonmisan desa jahlimiz chiqadi, lekin dinimiz arkonlarini hayotga tatbiq qilishlikdan uzoqmiz. Domla, hozir yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha axlatlarni ko'chaga tashlab qo'yish holatlari, shu nazarkanda dedingiz. Albatta unga biror kishi ko'rib duo qilib ketmasligi aniq. Hammasi bir yomon duoibat bilan o'tadi, dilidan o'tkazgan bir o'sha narsalar bari egasini topib boradi dedingiz, bu juda to'g'ri. Bunaqa narsalardan hammamiz chetlanishimiz kerak. Yana bir yomon illat, shu axlatlarni uyida, hovlisi bo'lsa, hovlisida o'rtaga to'playdida yoqib yuborish holatlari ham bo'ladi. Buni tutuni haligi siz aytgan yo'lda bir tushib qolgan taglikki misolidan ancha katta. Ya'ni u uzoq qo'shinlarga ham yetib boradi, tutunidan aziyat chekadi. O'zi bir bahavo joydan havo olaman deb chiroyli bir kunlesib qolganda, tashqarida o'tirganda bu narsa to'g'risi tabni juda ham xira qiladi. Albatta buni ham menimcha ko'pchiligiga
ozor berishga kiradimi? Albatta, bu ham ko'rinishda xunuk ko'rinadi. Umuman o'sha axlatga bugun hamma mahallalarda alohida haftada 3 marta, 4 marta kelib chiqindilarni yig'ib olib ketadi. Ana shunday idishlarga joylab o'sha o'zini usuliga ko'ra chiqindilardan tozalanishimiz kerak. Lekin afsuski siz aytgandek ham o'sha burningiz achishadi, ham o'sha insonga nisbatan qalbingizda albatta bir urishish, so'kinish shart emas. Mo'minni haliga aytdik-ku, bu Parvardigori olamning nazargohi, Allohning nazargohini ranjitishni bir usuli hisoblanadi. Ham havoni kirlatadi, muhitni xunuklashtiradi, ham ana shunday mo'minni, musulmonni, qo'ni-qo'shnini, musulmon bo'lmasa ham o'sha birovni ko'nglini ozori hisoblanadi. Ming musulmon bo'lishi shart emas uni ko'nglini ehtiyot qilishligimiz uchun. Chunki g'ayrimuslim ham Alloh yaratdi uni. U g'ayrimuslim, musulmon bo'lmagan taqdirda ham agar Alloh diliga solib, qalbi hidoyatga to'lib bir kun la ilaha illallohni qalbda his qilib, tilida aytib qo'ysa, necha yillik toat ibodat qilgan mu'mindan ko'ra darajasi ulug'lanib ketadi. Uni hamma gunoh savobga aylanib qoladi. Demak, yaratgan Parvardigori olamning hurmatidan u yaratganlarni, yaratilganlarni ham hurmatini, ko'nglini, rioyasini qilishligimiz kerak. Ana shu siz aytgan narsa juda xunuk bir manzara. Umuman aslida Alloh yaratgan bu tabiatni tabiiyligini chaplaydi-da, bulg'aydi, xunuk ko'rsatadi va ham ko'ngilga ozor beradi. Bu ham o'sha shariatimizni ahkomlariga amal qilmaslikka kiradi, vallohu alam. Tashakkur domla. Yana bitta o'zgalarga ozor berish katta gunohlardan sanaladi. Bilib bilmay bir suhbatlarda, gurunglarda, qolaversa internet tarmog'ida o'tirib g'iybat qilib qo'yish. U ham o'zgaga ozor berishga kiradi. Bu g'iybat qilishdan tashqari yana uni aybini qidirish ham bor. Aybini qidirib, uni yuziga solish, shunga o'xshagan holatlar bor. Buni gunoh qanday? G'iybat endi shunaqa narsaki, sahobalar g'iybat bor joyda badbo'y hid bo'lar ekanda. Hadis sharifda o'lgan birodaringizni go'shtini yeyishlik deb ana shunga tenglashtiriladi va u amal bo'lgan joyda sassiq badbo'y hid bo'ladi. Sahobalar masalan Hazrat Umardan, Hazrat Alidan rivoyat qilinadi. Bir joyga yaqinlashyaptilar, 5-6 kishi u joyda suhbatlashib o'tiribdi. 30-40 metr qolganda ovozlarini baland qilib aytganliklar: "Voy birodarlar, hamma yoqni sastib yuboribsizlar. G'iybatni to'xtatinglar." Ya'ni g'iybat bor joyda ham u gunohi shundayki, mu'min birodaringizni o'ligini ba'zilar o'ldirib ham deb ta'rif beradilar. O'ldirib uni go'shtini chaynashlik. Ana shunday gunohi og'ir va bu ham eng yomon qul haqqi hisoblanadi. Hatto o'sha man muflis deb, kim inqirozda deb boshlangan hadis sharif bor. Shunda ham 30 yillik, 50 yillik toat ibodatini inson mana shu g'iybat sabab yo'qqa chiqaradi. Habata qiladi. Chunki g'iybat birovning haqqi. Payg'ambar alayhissalom marhamat qildilarki, bir birodaringlar haqida gap aytdinglar. O'sha birodaringiz o'zi haqida bo'lgan gapni eshitganda xafa bo'lsa, o'sha g'iybat dedilar. Qarang, birinchisi u yo'q yonimizda, ikkinchisi o'zi haqidagi gapni eshitsa xafa bo'ladi. Mana shu ikkita shart bormi, u g'iybat bo'ladi. U ana shu insonning haqqini yeyish va tiriklayin uni go'shtini chaynashlikka teng hisoblanadi. Sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh, u o'sha amalni qilgan bo'lsa-chi?" Qilgan bo'lganligi uchun g'iybat bo'ladi. Qilmagan ishini gapirsangiz tuhmat bo'ladi u. O'zi haqida bir gap aytildimi, o'zi eshitganda xafa bo'lsa, demak u g'iybat bo'ladi. U dilozorliklarni eng og'irlaridan hisoblanadi. Chunki eshitganda xafa bo'lsa, u ancha uni ham dili ranjiydi, ham inson dilozorlik qilgan bo'ladi, ham g'iybat sabab og'ir gunohkor bo'ladi. Buni endi agar eshitmagan bo'lsa, u odam eshitmagan bo'lsa, sal yengilroq. Inson Allohga istig'for aytib tavba qilishi mumkin. Tavba qilsa, Alloh bilan o'rtadagi gunohga aylanib qoldi. Lekin u eshitgan bo'lsa, shar'an borib o'sha insondan afu so'rash kerak, kechirim so'rash kerak. Hatto ulamolar aytadilarki,
ana shu g'iybatni kimni oldida qilgan bo'lsa, endi o'sha insonlarning oldida uni maqtab ham qo'yish kerak. Ana shundagina uni o'sha gunohi balki Alloh afu qiladi. Va eng yomoni bir hadis sharifda o'lgan insonlarni yaxshiliklarini gapiringlar dedilar zoti va barakot. Sababi o'lgan insondan kechirim so'rashlik imkoni qolmaydi. G'iybat qilib qo'ydingizmi o'lgan insonni? Endi u gunohni muhokamasi to'g'ridan to'g'ri oxiratga qoldi. Bu dunyoda endi uni yuvib bo'lmaydi endi uni. To o'sha inson qiyomatda Alloh ro'baro qiladi. O'sha inson afu qilsa, Alloh taolo keyin afu qiladi. O'zi adolatli zot. Har qanaqa gunohni afu qilaman. Birovni haqqini egasi afu qilsa afu qilaman deydi Parvardigor olam. Shuning uchun ham tirikni ham o'likni umuman mu'min inson g'iybat qilmaslikka harakat qilish kerak, lekin ming afsus haligi aytganimizdek, bugungi musulmonchilik yo dinini bilmaydigan musulmonchilik yoki bilsa ham shariat ahkomlariga amal qilmaydigan musulmonchilik. Tuppa tuzik, aslida ayollarga ham yarashmaydi bu, lekin tuppa tuzik, navqiron, ko'rkam, bir peshqadam deb o'ylagan insonlaringiz to'rttasi bir joyda jamlansa, suhbatlari faqat g'iybat bilan qiziydi-da. Faqat shu g'iybat bilan maza qiladilar. Biz g'iybat qilaverib, o'sha badbo'y hidni bilmaydigan darajada bo'lib ketdik. Ko'nchi kelin olibdi-da, teri oshlaydigan ko'nchi kelin tushiribdi. Kelin poshsha to'y ertasiga ertalab tashqariga chiqib, kuyov to'raga qarab aytibdi, uyinglarda bir badbo'y hid bor ekan, sassiq hid bor ekan uyinglarda desa, kuyov to'ra aytibdi, ha, biz endi teri oshlaymiz, teri oshlashga mana shunday o'tkir dorilar ishlatamiz, uni hidi bo'ladi. Oradan bir muddat 3 oy 4 oy o'tgandan keyin xuddi o'sha kelin o'sha kuyov to'raga qarab aytayotganimiz. Men kelganimdan buyon, uylarga kelganimdan buyon uylardagi ana sassiq badbo'y hid yo'q bo'lib ketdi, bilyapsizmi degan ekan. U o'sha uyda yuraverib, hidlaverib, u hidni burni sezmaydigan bo'lib ketdi. Biz ham g'iybat qilaverib, ana shu badbo'y hidni, sassiq hidni sezmaydigan bo'lib ketdik. Bu g'iybat endi bir nav og'ir gunohlardan. Ikkinchisi o'sha dilozorlik, birovni bir kamchiligini gapirib, uni o'sha g'iybat saviyasiga suhbatni olib chiqib qo'yishlik. Ba'zi o'sha faqihlar g'iybatni turlarini belgilabdilar. Ba'zi holatlarda o'sha ozroq gunoh yoki zaruratda aytsa bo'laveradigan, masalan, mahallada 3-4 ta bir xil ismli odam bor. Qaysi bir masalan karam, falonchi oqsoq karam, yoki bitta ko'zi, mana shunaqa holatlarda o'sha insonni o'sha aybini aytsa, u tanishlik uchun, uni bir mazammat yo bir malomat qilishlik uchun emas, mana shunday holatlarda aytsa, u og'ir g'iybat saviyasiga qo'shilmaydi debdilar. Lekin ketidan shu narsani keltiribdilarki, birovni aslo bir qilig'ini, so'zini aytib masxara qilmang. Odamlar aytib yuboraveradi, yuqoridagi oyat karimada ham o'sha Oysha onamizga tuhmat qilingan voqea bor. Bilib bilmay, masalan, birovni falonchi qizi undoq, fohisha, agar ana shunday so'z aytgan odam, Sura-i Nurda Alloh taolo marhamat qilib qo'yibdi. Birovga ana shunday ta'na qilgan, da'vo qilgan inson 4 ta guvoh keltirish kerak. Birovni fohishalikda ayblayapsizmi? Demak, siz 4 ta ular ko'rgan bo'lish kerak. Agar o'sha guvohlarni keltira olmasangiz, 80 darra unga zarba urilgan va umrini oxirigacha uni so'ziga e'tibor qilinmagan. Mana shunday ahvolda qoladi inson. Lekin o'sha masxara qilmang debdi. Bu ham alohida hadis sharif, Ibn Mojada keltirilgan hadis sharif ekan. Birovni biror bir qilig'ini yoki illatini masxara qilmang. Alloh taolo o'sha masxara qilgan illatni boshingizga solmasdan turib joningizni olmaydi debdilar. Kimni qaysi xatosini yoki nuqsonini gapirib masxara qildimi birov, o'sha kutaversin ekan, o'sha illat o'zini boshiga kelar ekan. Birovni g'iybat qildimi, g'iybat qilgan insonni endi u Alloh taoloning huzurida uni o'sha oxiratda inqirozdagi mu'minlar bor-ku, 50 yil, 60 yil ibodat qildi, toat qildi, lekin o'sha oxiratda hisob kitob paytida o'shalar inqirozda qoladi. Nima uchun? Qilgan g'iybatlari, boshqa gunohlari, eng yomoni birovni o'sha qilgan g'iybatini miqdoricha savobini unga beradi. Agar o'sha gunohkorni savobi tugab qolsa,
u haqdorni gunohlari unga yuklatiladi. Ana shunday bir hisob kitobga tobe bo'lmaslik uchun bu dunyoda mana shu birovni diliga ozor berdimi, albatta borib, chunki Alloh jalla va aloni nazargohi bu ko'ngil. Dil ana shunday ulug' narsa. Payg'ambar alayhissalom insonni, mu'minni ko'nglini, qalbini Ka'bani sha'nidan ham ulug'roq deb marhamat qildilar. Mutlaqo borib o'sha insondan bir afu tilab o'zimizni kechirtirib olishimiz kerak bo'lar ekan. Aks taqdirda mutlaqo qiyomatda Allohni ana shunday adolatiga ro'baro bo'lib qolar ekanmiz. Domla, bugungi shu mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorligimizni bildirib o'tamiz. Alloh taolo diniy yo'lda qilayotgan xizmatlaringizni, el yurt ravnaqi yo'lida yurtdoshlarimizga qilayotgan xizmatlaringizda o'zi yor va madadkor bo'lsin, ulkan ajrlar bilan mukofotlasin. Muhtaram azizlar, bugungi juma suhbati ko'rsatuvimizning mehmoni Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Yunusobod Oqtepa jome masjidi imom xatibi Nurulloh domla Obidov bo'ldilar. Navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.